shahri. Zerak choqlarning qimmatli kitobini tepish uchun Xaybov atatidigilar davomli sharqqa qarab ilgirlayotdi. Bu qitim chov bilan yo'g'on eg'iz qandoq hili nayrang ishlatib ularni to'sidigandi? Bela konservasiya. Bu maxfiy qurolni ishga solsam, boshliq meni cho'qim nurg'un bela konservasiya bilan mukofotlaydi. Boshliq! Boshliq! Xo'pshayim. Boshliq bo'man. Qarang sizga yangidan kashf qilgan maxfiy qurolimni ko'rsatdim. Urkalla! Nimachi voqesan? Meni qo'rqitib o'ltiradiganmidan ya? Mushakada? Boshliq, bu men yangidan kashf qilgan hammani qarg'a olamaydigan tapancha. Uni nishonga to'g'rilab yengil basila, to'g'ri chiqarib nishonni so'laydi. Shuncha amama, menimcha burunqidek yaramas narsada tayinli. Boshliq, gapimni oxirigacha anglab boqmamsiz. Bu degan yangidan o'zgartib, darajasini o'stirib kashf qilingan tapancha. Uning nishonga tegish nisbati yuqori, sur'atimi tez, undan etilib chiqqan to'rmi mustahkam. Nishonga ilingan har qanday narsa bizning bu to'rimizni qish qutlanmaydi. Rastla shuncha qatısma. Bu yangi narsa boslar Xaybov atirtirgilarga taqabuldirsiz, asirmayman. Boshliq meni bela konservasi bilan mukofotlasiz. Paysi bo'ldi. Tezroq ularni tutaylik. Hop, boshliq. La 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 la. Biz buni shahriga kelaylik deb qopdimiz. Va, nima degan yo'g'a poxtgan. Bu. Sen hechmi o'ylamsan? Cho'qib bordik doktor. Bolalarim, bulut shahriga yetib keldinglarmi? Burutuq doktor, biz hozir shahar sirtidagi o'rmonlikda ketyapmiz. Burutuq doktor, bu yerdagi kampitlar bulutga o'xshaydi ekan. Bulut shahri ajoyib sirliq shahar. U yerda sirliq bulutlardan boshqa yana bir xil sirliq serekchaq bor. Uning ismi nima bo'lg'iydi? Ishqilib, sizlar vaqt kelganda oldin bilib qolasizlar. Men berib tadqiqotimni qilay, ha? Amisa xo'sh. Nima qilgani bu? Burutuq doktor davomli gap yo'rg'iltib aniq aytib bermaydi. Men mi qila olayman? U burutuq doktor aytgan sirliq zirakchaqmidi ya? Sirliq bulg'un bulut shahri atrofida yashaydi. Noyati kam uchraydigan sirliq ko'zi bor. Uning qaltis mahorati nur o'qi chiqarish, xushpuroq bilan mas qilish va tez suratda yo'tkilish. Uning xushpuroqida mas bo'lsa, odam tana o'ziga bo'ysunmay qoladi. Biz belki onun aramelişiği daxli qilgan o'xshaymiz. U ranjib qoldi. Biz yo'limizga mangayli. Mangayli. Xaybov atirtirgilar bu yerga kelsalar. Biz osmonda tor yerda qopqon atalgan bu tapanchamiz bilan ularni Bir yo'lda qo'lga tushiramiz.
Yok ana kız, bu ikisi kandak narsa o. Başlayaq, o bulut şəhridəki alayda sırlıq bulğun, anlasam o nəhayət kim uçuraydı ikən, həm bək yamanmış, ulan heç kim tutamaydı ikən. Ha? Biz aşında sırlık bulgununu tutup şahimiz soğuk kılaylı. Şahimiz de çokum nurgun tengi veren mükafatlaydı. Yani tıkı bu sırlık tapacağının kerametini misine bakımız deyin ha? Başlayaq, bu işini bana tapşırın, onu çoxum tutup aldınız gerektirin mən. Kerametimni köstüdüğanğa ahir fırsat geldi. Ha? Yoğan iğiz. Cem! Ay Cem! Beni şu batak baladın anne. Başlayaq! Kazanlar. Sarılık bulgun tokta! Seni çokum tutmaya koymayın! Sarılık bulgun kap tok. Seni çokum! Ha? Həmminla bu yadı kəsirədə, yaxşı, həmminlanın ədibini bırakılıb bir ediğən boldum! Sırlık bulğun kız yan keşlik kokuçu bulma. Hı? Bizi çıkarın deş. Koyuver deş. Bizi koyuver deş. Sırlık bulğun. Yok anagaz, elə qısırlıq kuralını işletip onu tutup al. Başlayaq, o kuralsızın kolunuzdur o. Bu nərsini kerametini sana bir köz koymuşam. Sırlık bulğun ihtiyat kıkın. Bu kızım durdurup bizi yana korkutmayın. Dikkat! O kuş bıraktım. Mes kılıç maharetini işletidigan bu diye. Hemminle burnunla bilen kulkunlarını itiylin Bu zaten neymişti o? Ay Cem! Acaba bu rivayetki kuş bırakmaz kılıçmış olur şu mudur? Bu neymişti o? Başlayaq da dedim özünde boysunmaydı o. Yak beni çıkarırsın lan! Beni çıkarın lan! Beni çıkarın lan! Beni çıkarın lan! Beni çıkarın lan! Ben yeni çokum kelime!
yana davomli sharqqa qarab mengishimiz kerak. Hay, sırlıq bulğun bana, sizler bulut şəhərinin yoruq, bulutlar azı yerdən şu tərəfdən inşallah mansanglar şərq tərəfə yetib boralaysızlar deydi. Bildinlər mi?